Mubashshir Ahmad qayerda? 2025-yil 10-may kuni Turkiyadan deportatsiya qilinib, O'zbekistonda qo'lga olingan Alisher Tursunovdan shu kundan buyon hech qanday xabar yo'qligi, u yaqinlari va himoyachilari bilan ko'rishtirilmayotgani sabab tarmoqlarning ayrim faollari doirasida Mubashshir Ahmad qayerda nomli challenge bo'layotgan edi. Ba'zilar Tursunovning hayot ekanligiga shubha ostida qarayotgan ham edi. Chunki Alisher Tursunovning og'ir kasalligi borligi va doimiy dori iste'mol qilish kerakligi aytilgandi. Qariyb 10 kundan buyon hech kimga ko'rsatilmagan insonning esa sog'lig'idagi holat qay darajada ekani hech kimga ma'lum emas. Ammo 20-may kuni Mubashshir Ahmad ukasi bilan uchrashgani haqida xabar berildi. Ukasining aytishicha, Alisher Tursunov tergovchi va boshqa mutasaddilarning muomalasidan shikoyat qilmagan. Eslatib o'taman, Mubashshir Ahmad taxallusi bilan ijod qiladigan Alisher Tursunov jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish va namoyish etish va diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish ayblovi bilan qo'lga olingan va unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.